Ular senga faqatgina islomning yoqimli eshitiladigan qismini aytishdi, lekin nega senga qolgan hadis va oyatlarni aytmadilar? Ular senga Alloh kechiruvchi va mehribon deb aytishdi, lekin Alloh shiddat bilan azob berishini aytishmadi. Ular senga la ilaha illalloh so'zini ixlos bilan aytgan kishi jannatga kiradi deb aytishdi, lekin biz bilan ular o'rtasidagi ahd bu namozdir. Kim namozni tark etsa, kofir bo'ladi deb aytishmadi. Ular senga bir fohisha ayol itga suv bergani uchun Alloh uni mag'firat qilib jannatga kiritdi deb aytishdi. Lekin bir ayol mushukni ochlikdan o'lguncha qamab qo'ygani uchun Alloh uni do'zaxga kiritdi deb aytishmadi. Ular senga bir odam yo'ldagi tikanli shoxni olib tashlagani uchun Alloh uni mag'firat qilib jannatga kiritdi deb aytishdi. Lekin bir ayol ro'zador bo'lib, kechasi namoz o'qib, lekin qo'shnilariga tili bilan ozor bergani uchun Alloh uni do'zaxga kiritdi deb aytishmadi. Ular senga umradan umragacha, Ramazondan Ramazongacha, jumadan jumagacha bo'lgan vaqt gunohlarga kafforatdir deb aytishdi. Lekin faqat katta gunohlardan saqlansagina degan hadisning qolgan qismini aytishmadi. Ular sukut saqlashdi. Natijada seni ko'plab gunohlarga yo'llashdi. Ular senga sadaqa va yaxshiliklar darajangni ko'tarib, ajringni ko'paytirishini aytishdi. Lekin qabrdagi birinchi savol bu namoz haqida bo'ladi. Agar namozing to'g'ri bo'lsa, najot topasan. Agar buzilgan bo'lsa, halokatga uchraysan deb aytishmadi. Dinimiz qo'rquv va umid dinidir. Xotirjamlik, yengiltanglik va tavbani kechiktirish dini emas. Gunohni yengil sanab, o'zini oqlayvergan odam Alloh uchun hech qanday ahamiyatga ega emas. Alloh undan behojatdir. Alloh behojat zotdir va u qaysi jarlikda halok bo'lishini Alloh hisobga ham olmaydi. Kimki Allohni ulug'lasa, Allohning huzurida u ulug' bo'ladi. Gunohning kichikligiga emas, balki sen kimga osiy bo'lganingga qaragan.